Hamma qizlarimizni sevgan brenddan novinkalarni obzor qilamiz. Birinchi bo'lib highlighterdan boshlaymiz. Ranglari shunaqangi zo'r. Temliroq makiyaj qiladiganligi temliroq, xohlasanglar och makiyaj qiladiganligi rozli oq varianti ham bor. Ozgina hozir yuzimga surib ko'rsatib beraman. Tamam. Originali bilan birga bir ishlangan. Nima qo'limda surib ko'rsatib beraman. Ito makiyajim bor. Shunaqa chiroyli yaltirab turadi mana. Rozvisni qo'limda ham surib beraman. Yaqinlardan kelaydi mana. Zo'r yotib beradi, xudo xolasa. Buni 3 xil rangi bor. Mana qo'limdagi rangidan. Mana. Yaqinroqdan kelinglar. Oldin men o'zi Dior highlighter surmasdim, lekin haqiqatda sifati ham, ranglari ham neobычныйлigi uchun xuddi shu variantda men ham surishga o'tib olganman. 3 xil rangidan olsanglar bo'ladi, kokosdan. Endi bo'lsa 4 xil rangdagi blesklarni surib ko'rsataman. O'zi ham labilarni sochni qilib beradi. Yaltiroq variant ekan. Ana. Bu birinchi rangi, ikkinchi rangini suramiz. Bu blesk sal rangliroq. Uchinchi rangi. Bu слишком темный. Bu uchinchi rangi edi. To'rtinchi rangi. Bu ham tako korичневыйga o'xshaydi. Ana sizlarga tayyor botox. Bu 4-rangi. Kokosdan eng hamyonbop narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar 4 xil rangda rumyanasi ham bor. Hammasi byudjetli narxlarda. Narxini bilish uchun kommentariyaga plus belgisini qoldiringlar.